Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hammangizga. Bu meni birinchi vlogim bo'ladi. Xudo xolasa bu vlogda men o'zim haqimda ma'lumot beraman. Porsche qancha kerakman, shular haqida qisqacha. Men adım Asrorbek, 2007-yilman Porsche sohasini xudo xolasa salkam 2 yildan mana Porsche sohasindaman. Hozirda shaytman, katta shayt. Ustalarimiz birinchi ustam Jo'rabek usta bo'lgan, ko'pchilikdan edi. Rainbow ustani shaytlaridan birisi. Hozirda G'afurjon usta yandaman, Jo'rabek ustani ag'ayasi. G'afur usta Kamush ustani shayti, Kamush ustani ko'pchilikdan edi. Ishqilib shu yaxshi insonlarni hozirda men shogirdiman. Porsche sohasini o'zim qiziqishlarim sabab girib kelganman. Atakasb desam bo'ladi. Bu vlogni olishdan maqsadim o'zim haqqimda, Porsche haqqında kengroq ko'z tutib borish. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlasangizlar, keyingi videolarda xarajatlarni ko'z tutib boramiz, to'yxonani ko'z tutib boramiz, nechga olib turibdi, chadamatchilik yetib turibdi, pullarini, hamma narsasini ochiqchasini ko'z tutib aytib boramiz. Bu kara qiziqib galaman degan bolalar bo'ladigan bo'lsa, sizlarni iliq kutib olsa, xudo xolasa va'da beramiz. Qiziqadigan bo'lsangizlar, o'shada pastda nomerlar bo'ladi. Instagram orqali bog'lansangizlar ham bo'ladi. Chegasidan olamiz. Bizlar ham maktab bolalarini aytmaymiz, shunisi maktab o'qiydiganlar bo'lsa o'qishni o'qisin. Agar yo'q, rostdan ham qiziqaman desangizlar, xudo xolasa 15 yoshdan tepasini kelaverasizlar. Undan kattasi ketaveradi. Bizlar shu qilamizni chekmaydigan, yomon yo'lda yurmaydigan bola bo'lsa bo'ldi. Xarakteri yaxshi, bizlar uchib ketsa bo'ldi. Biz elimizdan kelsa ish o'rgatamiz, hammasi cho'tga oladi, xudo xolasa. Har doim sabr etish kerak. Bunday ko'rolmaydigan shahidlar ham ko'p. Ko'pchilik so'qalab shunda dedi. Mani ustonimda usta bo'lgan o'sha zo'ram shu. Men hech qachon unutmayman o'sha aytgan yaxshiliklarimni. Pashti yana 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, 1,5 yildan mana shu bilan shaytlashmagan. Shu kungacha bir marta urushmadim, ya boshqa aytmadim. To'g'ri tushuntirgan, to'g'ri o'rgatgan. Rahmat aytaman shu zo'raman ko'p. Endi beda gap ko'p, lekin yetirib berish qiyin. O'zing ham ikkalasini gap aytingda. Ben adım Kadet, 2007-yilda tug'ilganman. Mana Porsche'ga kirib kelgan 3 yil bo'ldi, xudo xolasa. Shundan beri xudoga shukr, mayli ozmi ko'p o'rgandik. Ustalardan G'afurjon ustam, xudo xolasa birinchi ustam, Jo'rabek ustam bor. Ag'ayasi ikkinchidan shu ag'aylar ham o'rganganmiz, xudo xolasa. Hozir o'zim aytdilar, 1,5 yil oldi Asrorbek bilan ishlashamiz. To'g'risi hozir ko'pmi bundan ham o'rganganman, bog'imdan o'rgangan, bilmaymiz, bir-birimiz o'rgatganmiz. Men o'zi bir o'g'ilman. Buni oilada mendan boshqa katta kichik farzand yo'q. Shu shaytashlar bilan ag'aya deyman, shuning uchun yomon aytazim kelmaydi. Ko'pchilik shaytdoshlar bor, tozagan shaytni azadilar, chetlarni aytib boshqa aytadilar, lekin bizda gap yo'q. Keladilar, to'g'ri qo'shamiz. Agar yomon odatlari bo'lsa, tashlasa aytamiz, harakat etamiz. Kelik. Hammaga salom. Keling. O'zlarimiz so'laymiz biz ham. Hammamiz ko'rib turibmizmi Karakanbek do'st?
iPhone seversen katta. Ishqilib bekardan umidimiz katta. Ustalar sog' salomat bo'lib tursa, bizning yanlarimdan biz hamisha Bizlarning ustamiz. Tamam. G'afurjon usta. G'afurjon usta. To'ya aytaverasizlar. Bu yerda sizga reklamangiz bo'lishi mumkin. Ey, yaxshi. Bu bizning birinchi YouTube blogimiz bo'ladi. To'g'ri qabul etasiz deb umiddamiz. Qo'llab-quvvatlab kommentariy yozaverasizlar jakada. Xudo xolasa. Hech qanday tayyorgarlik, boshqa yo'q. To'g'ri promoy. Hammamiz. Давай. Kamerani yakdik, ichimizdagi boy gaplarni chiqarib berdik. Chiqmagan gaplar xudo xolasa keyingi videolarda bo'lib boradi. Hozir ishlatish kerak endi bo'ldi shu. Отлично. Sağ ol. Giraman hozir. Bo'ldi. Bo'ldi. Hammangizga rahmat. Agar sho'radan ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Doğru, ko'p gaplar aytilmadi, ko'p gaplar qoldi. Bu oxirgi videomiz emas. Xudo xolasa, keyingi videolar ham bo'ladi. Buni to'g'ri qabul etasizlardan umiddaman, to'g'risi. Men bunday blogerchilik etish niyatim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Prosta o'zim karim haqida sizlarga ma'lumot berasim bor. Shu yana borchilik. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, telefon nomerlarimiz bor. Kelinglar. Bemalol yurakdan o'rgatamiz. Bizda unday ish, izlash, boshqa etish, odam ajratish degan narsa yo'q. 7 yoshdan 70 yoshga odamlar bilmayman. Xudo xolasa, maktab bolalari bo'lsa kelinglar. Ukamizni qabul etib beramiz, katta bo'lsa kelinglar, og'amizni qabul etib beramiz. Xudo xolasa. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Like bosib, ikkalaringizni kommentariyada bildirsangizlar. Xudo xolasa bizlar xizmatdamiz, har doim alamiz ko'ksimizda sizlar uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling, sizlar bilan sirablik. Har doim yaxshi kuningizda xizmatdamiz.